TMZdagi har bir kun bu professionallik, yangilanish va mustahkam kelajak sari tashlangan qat'iy qadamdir. Bizning 5 yillik yo'limiz bizni yanada ko'proq ishlarga ilhomlantirayotgan yangi ufqlar, dadil qarorlar va muhim yutuqlar bilan to'la bo'ldi. Biz faoliyatni boshlaganimizda oldimizda bo'sh joy bilan mamlakat metallurgiya sanoati faxriga, zamonaviy, samarali va mas'uliyatli ishlab chiqarish namunasiga aylanadigan metallurgiya korxonasini yaratish maqsadi bor edi. Bugun shu maqsad haqiqatga aylandi. Biz jamoamizga, g'oyamizga va hech bir holatda so'nmagan ishonchimizga tayanib rivojlandik. TMZ mahsulotlari bugun nafaqat ichki bozor ehtiyojini qondirmoqda, balki xalqaro maydonda ham o'z o'rniga ega bo'lmoqda. Ishlab chiqarish natijalari esa sohaviy mukofotlar bilan e'tirof etilmoqda. Har bir yutuq jamoamizni yanada katta maqsadlar sari olg'a intilishga ruhlantiradi. Zavoddagi g'oyalar fabrikasi dasturi orqali energiya samaradorligi, mehnatni muhofaza qilish, ekologiya, mahsulot sifati, shuningdek chiqindilarni oqilona boshqarish jarayonlarini o'rganish va joriy etishda xodimlarning tashabbuskorligi, intellektual sa'y-harakatlari, ko'nikma va bilimlari rag'batlantirilmoqda. TMZning eng katta boyligi uning xodimlari, ularning bilimi, mahorati va fidoyiligidir. Har bir harakat, har bir g'oya g'alabalarning yagona rasmini yaratadi. Bu jamoada imkonsiz narsaga imkon beradigan kuch tug'iladi. Kuch nafaqat ishda, balki jamoaning hamjihatligida ham namoyon bo'ladi. TMZ kasaba uyushmasi 770 dan ortiq ishchilarni birlashtiradi. Ularning huquqlarini himoya qiladi va dam olish, rivojlanish va umumiy yutuqlar uchun imkoniyatlar yaratadi. Bu yerda odamlar umumiy qadriyatlar va muvaffaqiyatlar bilan yashaydi. Yelkadosh bo'lib ishlaydi va birga yuksaladi. Yashil metallurgiya texnologiyalarini rivojlantirish, atrof muhitni muhofaza qilish, metallurgiya zavodlari orasida chinakam gullab yashnayotgan bog' va vohaga aylanish, tabiat bilan uyg'unlikda yashash va mehnat qilish TMZning asosiy maqsadlaridan biridir. Shu bilan birga TMZ yosh avlod metallurglar uchun ta'lim dasturlari, ustoz shogirdlik tizimi va oilaviy loyihalar orqali mustahkam poydevor yaratmoqda. Bu yosh avlod metallurglar nafaqat TMZning ertangi kuni, balki butun sanoatning barqaror rivojlanish kafolati. Bugun TMZ bu mamlakat sanoat tarixining yangi sahifasini yozayotgan korxona. Erishilgan yutuqlar ko'p, ammo oldinda yanada ulkan marralar turibdi. Bizning rivojlanish hikoyamiz hozir davom etmoqda va ertaga yanada rivojlanadi.